Hammaga salom. Salom Jidil. Geber o sarımsak. Nima qilyapsizlar? Sen unday xabaring bormi? O'zbek o'zingni bosar, men unday emasman. Eshitdingmi? Oqchada. Sening isming Navik. Vaqt. Ochqa borman degan. Bot. Qayerga ketding seni? O'zbek. Bekka kimdir o'yladi. Ismini o'zgartirma. Qo'yinglar, nima qilamiz? Yemin ketishim kerak edi. Bundan chiqib ketamiz. İşte şey yapsan. Yok farkı yok. Ben hareketlerine kötü bir drop koyalım. Park. Bitti. Bacalar. Ben sonra söyleyeyim. Özbek ketmem bunu. Özbek ketvazın aydım. Hamma hisoblarni qarab, o'zimni kambag'al bomba ko'rsatib, uni narsalarni shilib olaman. U ishdan juda ko'p narsa topadi, aniq. Shu narsalarni olib, o'zimga qo'yib, uni aldab, to'g'risini aytaman, keyin narsalarni olib qochib ketaman, uni o'ldirib. Mening narsam juda ko'p. Buni necha yil mehnat qilib topganman-da. Yetmayacak belki hamma uyda porlatveramiz. Keyin o'zimiz bomba chiqib ko'rsatamiz. O'zimni uyimni porlatveraman. Jidil geçer. Güzel. Lakin bunu ben kılmasam bu meydan. Koş. Ya, koyacağım bir de var yine. Yok tamam oldu. Bana dur bir tane koyacağız gerek. Hayır. İyi parlamak. Parlak. Bıraktım parladım. Kaç. Nereden çıkamam? Yok. Çok şeyler oldu. Kaç. Katta ömrümle. Ne koyduk ne yap? Ne yap? Pars durursak. Bu kaçamaya kalışımız mümkün. Kaçtık. Ormanım canım gitmesin. Vah şey indi. Can uyumlu parlatışına bat geldi. Hey, yapıyorum. Üzbekiyim uyumlu parlatışına. Git. Muhtar oldu.
uzoq taraflar iloji bo'yicha. Bittagina uy qoldi, 7ta tinti qoldi. Rasparlamamızın zaten parladı. Şimdi bir parlattı. Şimdi kiyimlerini diyeceğim. Hemen damla koyup koysam. Ana bu işte ben şöyle otursam. USB girişim kutuyu oturamıyorum. Geliyorkendir. Tıkıp kaldım. Çıkamayacak mı? Özbek gördüm. Özbek gördüm. Özbek iltimas. Özbek. Özbek iltimas. Özbek. Nima qilamiz endi? Men o'laman. Men bo'lmishman. O'zbek hamma qishloqlarni porlatib, birov kelib bilmayman men shu yo'q tashib ketib uxlab yotganimda qarasam qishlog'imiz shunday bo'lib yotgan ekan. O'sha ketdim ovqat ber. Menga boylik ber, menga boylik kerak. Meni boyim yo'q, pulim yo'q. Ishxonangdan olgan narsalarning hammasini menga ber. Men hech nimam yo'q, shu ovqat berganim bilan. Voy, shuncha boyliging bormidi seni hali? Yo'q, bugun yashab topdim. Bir kunda shuncha narsa bera olaman. Biz kecha ishga chiqib boshladigan. Kecha ish qilib qo'ying, yo'qmaykan. Rahmat. Mening ishimga qabul qilmaymi ekan? Menga ish kerak, ish kerak. Qabul qilmasa kerak. Tashlab, nima narsalarga o'ynaysan? Olay, qo'ying. Menga olma ber, olma. Olmajoqda. Stekdan de, go'shtdan. Olma. Rahmat O'zbek. Rahmat O'zbek. O'zimga ham qolsam boshqa kerak emas. Ko'p bo'lib ketdi. Sen kiyim beydimmi? Kiyim yo'q, men kiyim yo'q. Senga bo'lsa, bitta bo'lmay bo'lsa. Ya temir topdim, ko'mir. Bo'pti ya. Senga bitta bo'lsa bo'pti ya. Mayli, menga ber. Uxlashga divonim ham yo'q. Yo'q, hech kimni yo'qmaydi. Hatta mana divan tushib qoldi, oldim. Boshqa uylarga divan tushib qoldi. Mana sen uxlading. Mana olmagansan. Mana yana oldim. Uxla. Mana sen ketdim. Bachalar, meni
inventarım to'lib qoldi, nima qilib bilmayapman. Divoning o'zbekdan o'zbek divoning yo'qmi? O'zinggachi? Divonim Sinyal qo'yuqlarga joy qo'yamiz. Seni daha koyalım. o'zbek nima? Nimalar bo'ldi o'zbek? Bitta oldim ama qoldi. O'zbek rahmat, men uyg'im kelyapti. O'g'layman men. Bachalar ular meni ko'rmasin, u meni. Bitta narsa aytaymi? Men ertalab uni o'ldiraman, yana qo'y narsalarni sandiqqa solib qo'yib va ketaman, uni o'g'irlab ketaman. Yo'q, yaxshi harakat qilaman. Inson o'zbek. Masenga. Masenga. Ben aldagandim, hammasini o'zim portlab qo'ydim. Zo'r aldab qochib ketding-da o'zbekda. Battar bo'l. Sen menga men bu narsani sen mening ishingdan menga joy bermaganing uchun. Yerda kimdir bormi? Ko'zim ko'ring. Aytib narsalar bo'lsa kerak. Sizga ko'rganda narsalar mana. Iltimos obuna bo'linglar.